Assalomu alaykum qadrdonlar. Yangi yil archasi va yangi yil dasturxoni bezashdan charchamanglar, hormanglar. Muborak bo'lsin. Dasturxonimizdagi ne'matlarni sanab bo'lmaydi-yu, dasturxon to'rida qo'yadiganimiz shashlikni bugun bir maqtayman. Gapni lo'ndasi hamma gap bachalarni marnokkani soz qilishida. Aynalay bor. G'ijduvon Temiraydan borib menga baliq shashlik olib kel yo o'zimni et, ko'zimga ko'rinibdi deb o'tmayman. Marnobkani sozlab qiymalikmi, burdalanganimi, cho'pilganimi, urib bosib qilingan deysizmi? Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi, tavuq go'shtimi, baliqmi, jigarmi, pomidor aralashtirilganimi, jazillatib pishirilganimi uyda ham qilsa bo'ladi. Kelin mullomi, xudobiyimi, ona qizlab uyda pishiraveradi. Bachalar dalani odami. Bu erkaklarni bundan bug'in kelebe deb choqirib quyrani qurib oladi. Shashlikni tutuni salutdan oldin osmonni egallaydi. Archani hidi piyozni hidi bilan hidi qo'shilib viruslarni o'ldiradi. Ishtahani to'ldiradi. Yeb bayramni mazaligini sezaverasiz. Albatta hammalaringizni bayram dasturxoniga taklif qilaman. Charchamanglar. Hamisha hamma va har kuningiz bayram bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Zaminimiz tinch bo'lsin. Salomatlikda ko'rishaylik, amon bo'linglar.